2026 yilda taqdim etilgan yangi Chevrolet Cruzeers modeli zamonaviy dizayn, kuchli texnologiya va kundalik hayot uchun qulay imkoniyatlarni birlashtirgan sedan sifatida e'tiborni tortadi. Ushbu avtomobil tashqi ko'rinishidan boshlab sport ruhini namoyish qiladi. Old qismida keng radiator panjarasi, o'tkir chiziqli LED farlar va aerodinamik bamper joylashgan. Versiyasiga xos bo'lgan qora bezaklar, qizil aksentlar va sport uslubidagi gildirak disklari avtomobilga yanada jozibali ko'rinish beradi. 2026 Chevrolet Cruzeers saloni ham haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay qilib ishlab chiqilgan. Ichki makonda yumshoq materiallar, sport uslubidagi o'rindiqlar va zamonaviy yoritish elementlari qo'llanilgan. Markaziy panelda katta sensorli multimedia ekrani joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha kerakli ma'lumotlarni aniq va qulay tarzda ko'rsatadi. Kapot ostida esa zamonaviy turbo dvigatel o'rnatilgan bo'lib, u kuch va yoqilg'i tejamkorligini muvozanatli tarzda taqdim etadi. Taxminan 5 litrli turbo dvigatel silliq ishlashi va tezkor akseleratsiyasi bilan ajralib turadi. Avtomobil avtomatik uzatmalar qutisi bilan jihozlanib, shahar va uzoq masofali safarlar uchun qulay haydash tajribasini beradi. Xavfsizlik tizimlari ham yangi modelda muhim o'rin egallaydi. Cruzeers adaptiv cruise nazorati, yo'l chizigida ushlab turish yordamchisi, avtomatik favqulodda tormozlash va kor nuqtani kuzatish kabi ilg'or funksiyalar bilan ta'minlangan. Bu esa haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini yanada oshiradi. Bundan tashqari, avtomobil yoqilg'i sarfini kamaytirishga yordam beradigan samarali muhandislik yechimlariga ega. Yangi platforma va yaxshilangan osma tizimi tufayli avtomobil yo'lda barqaror va boshqaruvga oson bo'ladi. Bagaj qismi ham kundalik foydalanish uchun yetarlicha keng bo'lib, sayohat yoki oilaviy safarlar uchun juda qulay hisoblanadi. Agar siz zamonaviy dizayn, texnologiya va sport ruhini birlashtirgan sedan